Oyoqlar muzlashida. VAP-20 ukoli. Oyoqdagi trofik yaralarda. VAP-20 ukoli. Oyoqlarda pay tortishida. VAP-20 ukoli. Pastki chanoq va oyoqda qon aylanishining buzilishida. So'zsiz VAP-20 ukoli. Diabetik angiopatiyada. VAP-20. Qon tomirlarini torayishi boshlang'ich davrida. VAP-20. VAP-20 bu alprostadil asosida qon tomirlarini kengaytiruvchi vosita bo'lib, asosan qon aylanishini yaxshilash uchun qo'llaniladi. VAP-20 ukolini o'z boshimchalik qilib olib bo'lmaydi. Sababi kim? VAP-20 ukoli birinchi olinadigan bo'lsa, shifokor bilan maslahat qilinadi va birinchisini o'sha maslahat qilgan shifokor nazoratda olishi kerak. Sababi nojo'ya ta'siri kuchayib, sizni bitta kasalingiz ikkita bo'lib qolmasin. Har qanaqa dori vositalarini ichishdan oldin uni ochib, qadog'iga qarab, instruksiyasini o'qigan holda keyin qo'llang. Undan ham yaxshisi shifokor bilan maslahat qiling. Xuddi shunday oddiy xalq uchun tushunarli va kerakli videolarni, kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling, video tagiga like bosing. Aytgancha, siz qon tomir kengaytiruvchi dorilarni bilasizmi? Bilsangiz qanaqasi borligini kommentariyaga yozib keting. Aytgancha azizlar, kim bizni qayerdan kuzatyapti? Shu ham biz uchun juda muhim. Biz sizlarga Andijondan video boryapmiz.